Ertalabdan ishlar shiddatli. Gullarni sug'orish. Bu yoqda supurish ishlari. Ana boshliq aytyapti, qayerlarni supurish kerak, tozalash kerak. Ana vodovoz keldi. Menimcha bu suv tortib oladi. Ulug'bek aka bormang. Ana bu yoqda bittasi jon urib, javlon urib, gazon uryapti. Shuncha gazon urib chiqildi ham. Hormang. Assalomu alaykum. Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Hormang. Qalay bo'lyapti? Charchamayapsizmi? Charchamang. Shunaqa qilib xullas ertalab ishlar davom etyapti. Mana vodovozga kelyapti. Ko'rishganda ko'rishguncha